Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun siz bilan shunday muhim mavzuni muhokama qilamizki, bu mavzu aynan pensiya jamg'armasidan muntazam to'lovlar oladigan har bir kishiga bevosita daxldor. Agar siz nafaqa, ijtimoiy to'lov yoki boshqa turdagi moddiy yordam oluvchilar qatorida bo'lsangiz, demak ushbu video siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Keling har bir daqiqasini diqqat bilan tinglang, chunki bugun birinchi sanadan boshlab amalga oshadigan juda muhim o'zgarishlar haqida so'z boradi. Bu o'zgarishlar sizning nafaqangizga, to'lovlar olish tartibingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin va bu haqda oldindan xabardor bo'lish har qanday kutilmagan vaziyatlarning oldini oladi. Sizning nafaqa olishingizga bog'liq bo'lgan barcha jihatlarni batafsil tushuntirib berishga harakat qilaman. Shu sababli iltimos darhol kanalga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing, shunda bu muhim ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib boradi. Bu sizning yordamingiz aziz do'stlar. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va endi nima o'zgardi? Keling avval pensiya jamg'armasidan to'lovlar olish tartibi qanday bo'lganini eslab olamiz. An'anaviy tarzda ko'pchilik nafaqa oluvchilar uchun bu jarayon juda sodda va odatda avtomatik tarzda amalga oshirilardi. Sizga nafaqa tayinlanganidan so'ng har oyning ma'lum sanasida sizning bank kartangizga yoki pochta orqali nafaqa mablag'lari o'tkazib berilardi. Statusni tekshirishlar kamdan kam hollarda, masalan, yoshga doir nafaqaga chiqqanda yoki nogironlik guruhi o'zgarganda amalga oshirilgan. Har qanday muhim o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasiga faqat sizning tashabbusingiz bilan yoki ma'lum bir hujjatni qayta rasmiylashtirish zarurati tug'ilganda xabar berilardi. Bu jarayon ko'plar uchun qulay edi, ammo ba'zi hollarda bu tizimda ma'lum bir kamchiliklar ham bo'lgan. Masalan, ma'lumotlarning eskirishi, nogironlik nafaqasi oluvchilarning ishga kirishi kabi holatlar doimo ham o'z vaqtida qayd etilmas edi. Bu esa byudjet mablag'larining noto'g'ri taqsimlanishiga olib kelishi mumkin edi. Endi esa eng muhimiga o'tamiz. Birinchi sanadan boshlab kiritilayotgan yangi tartib qanday? Hukumatning yaqinda qabul qilingan qaroriga ko'ra, endilikda pensiya jamg'armasidan turli sil to'lovlar oluvchi har bir shaxsga nisbatan qat'iy va muntazam monitoring tizimi joriy etiladi. Bu degani, agar siz oldin shunchaki kartangizga pul tushishini kutib yashagan bo'lsangiz, endi bu tartib biroz o'zgaradi va sizdan ham faol ishtirok talab qilinadi. Yangi qarorga binoan har bir nafaqa oluvchi har 6 oyda bir marta o'zining shaxsiy ma'lumotlarini va nafaqa olishga bo'lgan huquqini tasdiqlashi shart bo'ladi. Bu tartib ayniqsa qo'shimcha imtiyozlar oladiganlar, chet elda yashovchilar, oilaviy holati o'zgarganlar, masalan, qaramog'idagi shaxs vafot etgan, qayta turmush qurgan yoki nafaqa olib ishga kirganlar uchun juda muhimdir. Yangi tizimning asosiy maqsadi to'lovlar adolatli va manzilli tarzda amalga oshirilishini ta'minlash, firibgarlikning oldini olish, jamg'arma ma'lumotlar bazasini doimiy yangilab borish va davlat byudjeti mablag'laridan oqilona foydalanishdir. Shu bois sizning har bir ma'lumotingizning dolzarbligi va to'g'riligi pensiya jamg'armasi uchun juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Asosiy qism nima bilishingiz kerak, kim savotir olishi kerak va kimga ortiqcha tashvishlanish shart emas. Keling, ushbu o'zgarishlarning sizga qanday ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqamiz. Nima bilishingiz kerak? Birinchi navbatda siz o'zingizning nafaqa turini va uning qaysi toifaga kirishini aniq bilishingiz kerak. Masalan, yoshga doir nafaqa, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki ijtimoiy nafaqalar. Yangi talablarga ko'ra sizdan 6 oyda bir marta ma'lumotlaringizni onlayn portal orqali, masalan, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.gov.uz yoki pensiya jamg'armasining maxsus portali yoki shaxsan pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga borib tasdiqlashingiz talab qilinadi. Ba'zi hollarda agar sizning sog'ligingiz bunga imkon bermasa, sizning yashash joyingizga pensiya jamg'armasi iqtisodiy tashrif buyurishi mumkin. Bu jarayon oddiy ko'rinsa-da, uning ichida ko'plab nozik jihatlar mavjud. Kim savotir olishi kerak? Bu o'zgarishlar ayniqsa quyidagi toifadagi shaxslar umumatda. Ahamiyatga ega va ular biroz savotir olishlari va faol harakat qilishlari kerak. Berish ma'lumotlarini ko'p yillar davomida yangilamaganlar. Agar sizning yashash joyingiz, pasport ma'lumotlaringiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa-yu, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, siz birinchi navbatda tekshiruvga tushasiz. Chet elda istiqomat
qiluvchilar. Agar siz nafaqa olib, doimiy yashash joyingizni o'zgartirib chet elga ketgan bo'lsangiz, sizning holatingiz ayniqsa diqqat markazida bo'ladi. Siz o'zingizning hayot ekanligingizni va nafaqa olish huquqingizni tasdiqlashingiz uchun maxsus tartibdan o'tishingizga to'g'ri keladi. Tik oilaviy holati o'zgarganlar. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olib qayta turmush qurgan bo'lsangiz, yoki sizning qarmoq lan farzandingiz balogat yoshiga yetgan, ishga kirgan bo'lsa, siz ham ma'lumotlaringizni yangilashingiz shart. Nafaqa olib turib ishga kirganlar, masalan, nogironlik nafaqasi olib, part-time yoki to'liq stavkada ishga joylashgan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Aks holda sizga ortiqcha to'langan mablag'lar qaytarib olinishi mumkin. Mechi bir nechta turdagi to'lovlarni oluvchilar, agar siz ham yoshga doir nafaqa, ham biror turdagi ijtimoiy nafaqa olsangiz, barcha ma'lumotlaringizning bir-biriga mos kelishini tekshirish lozim. Keling, real hayotiy misollarga murojaat qilaylik. Misol Dilfuza opa 7 yosh. U olis qishloqda yashaydi va internetdan foydalanishni bilmaydi. Uning yagona daromadi har oy 14 so'm bo'lgan yoshga doir nafaqasi. Dilfuza opa yillar davomida pasportini yangilamagan, hatto familiyasi o'zgarganidan ham beksabar. Yangi tartib bo'yicha 6 oy o'tgach uning nafaqasi vaqtinchalik to'xtatiladi. Chunki u ma'lumotlarini tasdiqlamagani uchun uning shaxsiy ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlari haqiqatga mos kelmaydi. Pensiya jamg'armasiga Mahsiya jamg'armasi uning bahsining yangi pasport ma'lumotlarini talab qiladi. Dilfuza opani savotirga solgan narsa, u nafaqa ololmasligidan qo'rqadi va bu holatda unga kim yordam berishi kerakligini bilmaydi. Uning holatida mahalla faollari, yo'q yaqin qarindoshlari pensiya jamg'armasiga murojaat qilishda yordam berishlari zarur. Doka misol Alisher aka 45 yosh. Taratana Utva guruh nogironligi nafaqasini olardi. Bu uning yagona barqaror daromadi bo'lib, oyiga 9 so'm edi. Yaqinda u kichik bir korxonaga yarim stavkada ishga kirdi va oyiga 15 so'm maosh ola boshladi. Ammo u ishga kirgani haqida pensiya jamg'armasiga xabar berishni unutdi. Chunki oldingi tartibda bunga doim ham ehtiyoj bo'lmasdi. Yangi tizim esa Alisher akaning ishga joylashganligini avtomatik ravishda aniqlaydi. Natijada unga noqonuniy ravishda to'langan nafaqa miqdori hisoblanadi. Bu holatda masalan 3 oy davomida jami 200 hirat ortiqcha to'lov aniqlansa, bu mablag' uning kelgusi nafaqalaridan ma'lum foizda ushlab qolinishi mumkin. Bu esa Alisher akaning oilaviy byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Taq jamandari manemban taza menjid misol Gulnora opa 60 yoshdan. U vafot etgan o'g'lining voyaga yetmagan farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olardi. Oyiga 8 so'm. O'tgan yili uning nabirasi 60 yoshga to'ldi va universitetga o'qishga kirdi. Oliy ta'lim muassasasida o'qiyotganligi sababli u ushbu nafaqani olishda davom etish huquqiga ega edi. Ammo Gulnora opa bu haqda pensiya jamg'armasiga tasdiqlovchi hujjat, talabalik guvohnomasini taqdim etmagan edi. Yangi tartib bo'yicha uning nabirasining ma'lumotlari pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasida yangilanmagan bo'lsa, nafaqa to'xtatilishi mumkin. Gulnora opaga bu holatni oldini olish uchun nabirasining talabalik guvohnomasini pensiya jamg'armasiga topshirishi zarur bo'ladi. Emganga taba chemga ortiqcha tashvishlanish shart emas, chidanjenda patutchinatotili chamatba. Quyidagi toifadagi shaxslar kamroq tashvishlanishlari mumkin, ammo shunga qaramay ular ham bu o'zgarishlar haqida xabardor bo'lishlari shartmi? Ma'lumotlari doimo yangilab borilganlar. Agar siz doimo o'z ma'lumotlaringizni o'z vaqtida yangilab, barcha o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasiga xabar berib kelayotgan bo'lsangiz, sizning holatingizda faqat yangi tartib bo'yicha tasdiqlash jarayonidan o'tishingiz kifoya. Teknologiyaga moslashgan yosh nafaqa oluvchilar. Agar siz kompyuter yoki smartfon yordamida onlayn xizmatlardan bemalol foydalana olsangiz, bu jarayon siz uchun juda oddiy bo'ladi. Sizga
faqatgina ma'lumotlarni o'z vaqtida kiritish va tasdiqlash talab etiladi. Oddiy bitta turdagi nafaqa oluvchilar qo'shimcha imtiyozlar yoki murakkab shartlar bilan bog'liq bo'lmagan, masalan, faqat yoshga doir nafaqa oluvchita achillanda illa allar uchmakchidotta un mastata ochun jarayon soddaroq bo'ladi. Shu bilan birga ortiqcha tashvishlanish shart emas degan gap umuman tashvishlanish shart emas degani emas. Har bir pensiya jamg'armasi oluvchisi yangi qoidalarni bilishi va ularga rioya qilishi shart. Asosiy qism du qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday qoida o'zining istisnolari va kutilmagan jihatlariga ega bo'lgani kabi, pensiya jamg'armasidagi bu yangi tartib ham bir qancha nozik jihatlarni o'z ichiga oladi. Ular haqida xabardor bo'lish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Qoidadan istisnolar. Ba'zi holatlarda nafaqa oluvchilardan ma'lumotlarni tasdiqlash majburiyati qisman yoki to'liq olib tashlanishi mumkin. To'shakda yotgan bemorlar va jismonan harakatlana olmaydigan shaxslar agar inson sog'ligi tufayli shaxsan pensiya jamg'armasiga borishga yoki onlayn xizmatlardan foydalanishga qodir bo'lmasa, uning yashash joyiga pensiya jamg'armasi xodimlari tomonidan maxsus tashrif buyuriladi. Bunday holatlarda qonuniy vakilning arizasi asosida va tibbiy ma'lumotnoma taqdim etilganidan so'ng xodimlar uyga borib, shaxsning hayot ekanligini va uning ma'lumotlarini tasdiqlashadi. Bu insonlarning huquqlarini himoya qilish uchun muhim qadamdir. Urush faksiriyalari, nogironligi bo'lgan urush qatnashchilari va ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar. Ushbu toifadagi fuqarolar uchun tasdiqlash jarayoni soddalashtirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda ularning ma'lumotlari avtomatik ravishda davlat idoralarining integratsiyalashgan ma'lumotlar bazalari orqali yangilanadi yoki tasdiqlash muddati uzaytirilishi mumkin. Ammo shunga qaramay, ular ham pensiya jamg'armasining xabarnomalariga e'tibor berishlari kerak. 3. Favqulodda vaziyatlar. Tabiiy ofatlar, suv toshqini, zilzila, pandemiya kabi holatlarda hukumat tomonidan vaqtinchalik istisnolar joriy etilishi, tasdiqlash muddatlari uzaytirilishi yoki talablar bekor qilinishi mumkin. Lekin bu faqat rasmiy hukumat qarori bilan amalga oshiriladi. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. Mabir, firibgarlar hujumi. Yangi tartib joriy qilinishi bilan firibgarlik holatlari soni ortishi mumkin. Sizga pensiya jamg'armasi nomidan qo'ng'iroqlar yoki SMS xabarlar kelishi mumkin. Unda sizdan bank karta ma'lumotlaringiz, PIN kodlar, shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashadi. Aslo bunday ma'lumotlarni begonalarga bermang. Pensiya jamg'armasi hech qachon sizdan telefon orqali bank kartangizning to'liq raqamini, PIN kodni yoki CVC kodini so'ramaydi. Faqatgina rasmiy aloqa kanallaridan rasmiy veb-sayt MyGov.uz shaxsan pensiya jamg'armasi binosiga borish. Foydalaning. 2. Muddatni o'tkazib yuborish. Ma'lumot etishmasligi yoki e'tiborsizlik tufayli tasdiqlash muddatlarini o'tkazib yuborish eng katta tuzoqlardan biridir. Muddat o'tishi bilan nafaqa to'lovi vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu esa moliyaviy qiyinchiliklarga olib keladi. Har bir pensiya jamg'armasi oluvchisi o'zining shaxsiy kabinetida yoki pensiya jamg'armasida belgilangan muddatingizni aniqlashi va uni diqqat bilan kuzatishi shart. Tish hujjatlarni noto'g'ri to'ldirish yoki to'liq taqdim etmaslik. Onlayn portalda anketalarni to'ldirishda yoki pensiya jamg'armasida hujjatlar topshirishda qisatoliklarga yo'l qo'yish, kerakli hujjatlardan birini taqdim etmaslik ham jarayonni cho'zib yuborishi yoki to'lovning to'xtatilishiga sabab bo'lishi mumkin. Har bir maydonni diqqat bilan to'ldiring va barcha talab qilingan hujjatlarni nusxalari bilan tayyorlab qo'ying. 4. Tillar to'sigi. Ba'zi milliy o'zchilik vakillari yoki chekka hududlarda yashovchilar uchun rasmiy hujjatlarni tushunish yoki onlayn portaldan foydalanishda til to'sigi yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda yaqinlaridan, mahalla faollaridan yoki pensiya jamg'armasi xodimlaridan yordam so'rash juda muhimdir. Takip etmektasam denişizi neseden etme tarafat ne teknik muammolar. Şu online portallar bazen teknik nosozliklarga duch kelishi mumkin. Bunday holatda panikaga tushmasdan biroz kutib turish yoki shaxsan pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Noaniq nuanslar kedi ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish tartibi. Agar
sizga pot ortikcha nafaka to langan ligi aniklansa. Masalan ishga kirganingizni yashirganingiz uchun pensiya jamg'armasi bu mablag'ni qanday qaytarib olishini bilishingiz kerak. Odatda bu mablag' kelgusi nafaqa to'lovlaridan bosqichma-bosqich ushlab qolinadi. Masalan, agar sizga 5,000 so'm ortiqcha to'langan bo'lsa, bu mablag' bir necha oy davomida har oy nafaqangizning ma'lum bir foizi, masalan 20% yoki 30% miqdorida ushlab qolinishi mumkin. Bu tartib qonuniy ravishda belgilangan. To'lovlarni qayta tiklash va muddat, agar nafaqa to'lovi ma'lumotlarni tasdiqlamaganingiz sababli to'xtatilgan bo'lsa, siz kerakli ma'lumotlarni taqdim etganingizdan so'ng to'lovlar qancha muddatda qayta tiklanishi mumkinligini va to'xtatilgan davr uchun nafaqalar qayta hisoblanib berilishi yoki berilmasligini bilishingiz kerak. Odatda agar to'xtatish sababi bartaraf etilsa, to'lovlar bir necha ish kuni ichida qayta tiklanadi va to'xtatilgan davr uchun ham to'lanadi. Ammo bu har bir individual holatga bog'liq bo'lishi mumkin. Dalillarning ahamiyati. Onlayn arizalarni topshirganingizda elektron ko'pikpak ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlovchi skrinshotlarni saqlab qo'ying. Shaxsan borganingizda esa hujjatlaringizni qabul qilib olganligi haqida ma'lumotnoma yoki uning nusxasiga shtamp qo'ydirishni so'rang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarni hal qilishda sizning dalilingiz bo'ladi. Mantam. Untishtirchi to'xtatish va bekor qilish o'rtasidagi farq nafaqa to'lovi to'xtatilgan bo'lsa, bu vaqtinchalik holat bo'lib, sabab bartaraf etilganda qayta tiklanishi mumkin. Bekor qilingan bo'lsa, bu to'lov huquqi butunlay yo'qolganligini anglatadi va uni qayta tiklash ancha murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Mahalla qo'mitalarining roli, ayniqsa yoshi ulug', yolg'iz, nogironligi bo'lgan yoki teknologiyadan uzoq bo'lgan fuqarolarga yordam berishda mahalla qo'mitalari muhim rol o'ynaydi. Ular aksborotni yetkazish, hujjatlarni rasmiylashtirishda ko'maklashish va pensiya jamg'armasi bilan bog'lanishda vositachi bo'lishlari mumkin. Bu imkoniyatdan foydalanishni unutmang. Barcha shu nozik jihatlarni e'tiborga olish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi va pensiya jamg'armasidan to'lovlarni uzluksiz olishingizni ta'minlaydi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerak? O'te aziz do'stlar, endi eng muhim qismga, amaliy maslahatlarga o'tamiz. Sizdan bu yangi tartibga moslashish uchun aniq qadamlar talab qilinadi. Keling har bir qadamni batafsil ko'rib chiqaylik. Har qadam hozirgi holatingizni tekshiring. Bu birinchi va eng muhim qadamdir. Siz pensiya jamg'armasi to'lovlarini oluvchilar ro'yxatida ekanligingizni va sizga qaysi turdagi to'lov tayinlanganini aniqlashingiz kerak. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytiga tashrif buyuring. Pensiya o'za yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.oz orqali shaxsiy kabinetingizga kiring. Agar sizda internetga kirish imkoniyati bo'lmasa, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga murojaat qiling. Telefon orqali ham murojaat qilish mumkin, ammo yuzma-yuz muloqot yoki rasmiy portal orqali aniqroq ma'lumot olasiz. Nima so'rash kerak? O'zingizning to'lov turingizni tayinlash sanasini va eng muhimi keyingi ma'lumotlarni tasdiqlash muddatingizni so'rang. Ba'zi pensiya jamg'armasi bo'limlari sizga eslatmalar yuborishi mumkin. Ammo bunga umid qilmang, o'zingiz faol bo'ling. Yadam mo'taji tarachini tajitsatimazakni. Andi tazyadi ani to qadam o'zingizning tasdiqlash muddatingizni aniqlang. Tajammoy muttajin takshramanda tatsarbatto. Yangi tartibga ko'ra tasdiqlash muddati har bir kishi uchun individual ravishda, uning nafaqa olish sanasidan boshlab 6 oyda bir marta hisoblanadi. Masalan, agar siz nafaqangizni har oyning 5 sanasida olsangiz, sizning tasdiqlash muddatingiz 5 sana atrofida bo'ladi va har 6 oyda takrorlanadi. Bu sanani eslab qolish yoki biror joyga yozib qo'yish juda muhim. Onlayn shaxsiy kabinetda bu ma'lumot ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Taqaddam tasdiqlash usulini tanlang. Sizda ikkita asosiy usul mavjud. Onlayn portal orqali tavsiya etiladi. Bu eng qulay va tezkor usul. My.gov.uz portaliga kiring. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, elektron raqamli imzo
akça potça da anyanjitta atsaja asaba akçıçacok azakçıta sadin. Avam anda jijri azande zuttay. Daja çitta yani aza yani yordamida roysatdan oting. Keyin pensiya jamgarmasi xizmatlari bo'limini topping desenji. Unda nafaqa oluvchi ma'lumotlarini tasdiqlash yoki shunga o'xshash nomdagi xizmatni qidirib toping. Tizimsizga kerakli maydonlarni to'ldirishda va hujjatlarning elektron nusxalarini yuklashda bosqichma-bosqich yordam beradi. Nima qilish kerak? Shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi va raqami, tug'ilgan sanangiz, yashash manzilingiz kiriting. Tizim avtomatik ravishda mavjud ma'lumotlar bilan solishtiradi. Agar biror o'zgarish bo'lsa, masalan, familiya o'zgargan bo'lsa, to'ntatejdi tegi ijgi iji ili ta tasdiqlovchi hujjatning nikoh guvohnomasi elektron nusxasini skaner qilingan yoki sifatli suratga olingan yuklashingizni so'rashi mumkin. Barcha maydonlarni to'g'ri to'ldirib yuborish tugmasini bosing. Sizga murojaatingiz ro'yxatdan o'tganligi haqida xabar kelishi kerak. Shaxsan pensiya jamg'armasiga borish. Agar sizda internet imkoniyati bo'lmasa yoki onlayn xizmatlardan foydalanishda qiynalsangiz, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasidan taqpop bob bob ak liden ani en mi en ga on patat asha anakat arakakta san borishingiz mumkin. Nima qilish kerak? O'zingiz bilan barcha zarur hujjatlarning aslari va nusxalarini olib boring. Qabul bo'limidan navbatingizni kuting. Zodimga vaziyatingizni tushuntiring. Ma'lumotlaringizni tasdiqlamoqchi ekanligingizni ayting. Ular sizga maxsus blanka berishi yoki kompyuterda ma'lumotlaringizni yangilashi mumkin. E'tibor bering, barcha ma'lumotlarning to'g'ri kiritilganiga ishonch hosil qiling. Bor qadam kerakli hujjatlarni tayyorlang. Har qanday vaziyatda sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Pasport, o'tpon asli va nusxasi, nafaqa guvohnomasi agar mavjud bo'lsa asli va nusxasi, nikoh qayd etilganligi haqidagi guvohnoma agar familiya o'zgargan bo'lsa asli va nusxasi, yashash joyi haqida ma'lumotnoma. Agar talab qilinsa, ayniqsa chet elda yashovchilar uchun konsullikdan olingan ma'lumotnoma. Ishga joylashganlik haqidagi ma'lumotnoma, nogironlik nafaqasi oluvchilar uchun. O'quv muassasasidan ma'lumotnoma, o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilarning farzandlari uchun. Tibbiy xulosa agar sog'ligingiz sababli uyda tasdiqlash talab etilsa. Qadam nima yozish aytish kerak? Onlayn murojaatda tizim sizga kerakli maydonlarni to'ldirishda yordam beradi. Sizdan faqat to'g'ri ma'lumotlarni kiritish talab etiladi. Qo'shimcha izohlar yoki arizalar yozish kerak bo'lmaydi, chunki tizim avtomatik tarzda sizning holatingizni tahlil qiladi. Shaxsan borganingizda sodimga o'z vaziyatingizni qisqa va aniq qilib tushuntiring. Masalan, Assalomu alaykum, men pensiya jamg'armasidan nafaqa oluvchiman. Yangi tartib bo'yicha ma'lumotlarimni tasdiqlash uchun keldim. Meni qanday harakatlar qilishim kerakligini tushuntirib bera olasizmi? Uning ko'rsatmalariga diqqat bilan amal qiling va tushunmagan joylaringizni so'rashdan tortinmang. Sakkadam, murojaatingiz holatini tekshirishni unutmang. Ma'lumotlarni topshirganingizdan so'ng jarayon bir necha kun yoki haftagacha davom etishi mumkin. Onlayn portal orqali murojaat qilgan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetingizda arizangizning holatini tekshirib turing. Ko'rib chiqilmoqda, tasdiqlandi, rad etildi. Muddatsini eshitman, madakinjam, mazinjam. Agar shaxsan murojaat qilgan bo'lsangiz, bir necha kundan so'ng pensiya jamg'armasiga qo'ng'iroq qilib, murojaatingiz natijasi haqida so'rashingiz mumkin. Agar tasdiqlash jarayonida qiyinchiliklar yuzaga kelsa, darhol pensiya jamg'armasining mutasaddilari bilan bog'laning. Eslab qoling, faol bo'lish va o'z vaqtida harakat qilish. Sizni nafaqa to'lovlaringizni uzluksiz olishingizning garovidir. Bu jarayon sizning moliyaviy barqarorligingiz uchun juda muhimdir. Xulosa va yakuniy chorlov partiyasiga aziz do'stlar, bugun biz pensiya jamg'armasidan to'lovlar oluvchilar uchun birinchi sanadan boshlab amalga oshadigan muhim o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Eslab qoling, bu o'zgarishlar sizning moliyaviy barqarorligingizni himoya qilishga, to'lovlar adolatli va manzilli tarzda amalga oshirilishini ta'minlashga qaratilgan. Bu shunchaki qog'ozbozlik emas, balki tizimni takomillashtirishga qaratilgan jiddiy qadamdir. Biz nafaqa oluvchilar uchun qanday o'zgarishlar kutilayotgani, kimga savtirlanish kerakligi
kimga ortiqcha tashvishlanish shart emasligi, shuningdek qoidadan istisnolar, tuzoqlar va muhim nuanslar haqida batafsil ma'lumot berdik. Eng asosiysi esa sizga ushbu yangi tartibga moslashish uchun aniq amaliy maslahatlar berdik. Qanday qilib o'zingizning holatingizni tekshirish, tasdiqlash, muddatingizni aniqlash, qaysi usulda ma'lumotlarni tasdiqlash, qanday hujjatlarni tayyorlash va qanday harakatlar qilish kerakligi haqida to'liq ko'rsatmalar berildi. Sizdan faqatgina bitta narsa talab etiladi, bu ma'lumotlarga jiddiy yondashish va o'z vaqtida tegishli xoralarni ko'rish. Agar siz barcha tavsiyalarga amal qilsangiz, nafaqa to'lovlarida hech qanday uzilishlarsiz, xotirjamlik bilan yashashingiz mumkin. Endi esa sizning navbatingiz. Ushbu o'zgarishlar haqida siz qanday fikrdasiz? Siz qandaydir qiyinchiliklarga duch keldingizmi yoki aksincha bu yangilikni ijobiy qabul qildingizmi? O'z fikrlaringizni va shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu muhim ma'lumotlarni do'stlaringiz va oila a'zolaringiz bilan, ayniqsa nafaqa oluvchi yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Barcha sabardor bo'lsin va hech kim ushbu o'zgarishlardan jabr ko'rmasin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.